Shunchalik aqlli ekansan, nimaga ajrashgansan o'zing degan kommentariyalarga ko'zim tushdi. Hamma ajrashganman, bu taqdir. Lekin ajrashib turib farzandimning onasi bilan juda ham do'stona, iliq munosabat saqlab qolishga aqlim yetgan. Farzandimning onasi ham xuddi shunaqa. Esi, hushi joyida bo'lgani uchun men bilan juda ham yaxshi munosabat saqlab qolgan. Sababi farzandimiz mehrni ko'rib voyaga yetish kerak. Lekin ajrashgandan keyin, ajralib ketgandan keyin ayolini yomonlaydigan, ayolini ustidan bo'xton bo'qlar ag'daradigan erkaklar qiladigan ishinglar yo'qmi sizlarni? Nahotki o'zinglarni, farzandinglarni onasini yomonlashgacha borsanglar yokida ayollarga ham tegishli bu gap. Ajrashib ketgandan keyin eri unaqa edi, bunaqa edi. Nima bo'lgan taqdirda ham nima keragi bor? Hamma narsani ommaga olib chiqib. Shou biznesda ham ko'payib ketdi, ahamiyat bergan bo'lsanglar, ajrashib ketgandan keyin bir-biriga faqat yomonliklar qiladigan. Iltimos sizlardan, bu narsa juda ham xunuk. Bu narsani qilish kerak emas. Ayol zoti tili bilan yashab keladi, lekin erkakligicha qolish kerak. Ajrashdinglarmi? Mardlarcha tilinglarni, tishinglarni orqasiga qo'yib, faqat yaxshilik bo'lsa gapiringlar yoki umuman gapirmanglar. Bu meni shaxsiy fikrim. Sizlarning fikringizni kommentariyada kutib qolaman. Hammaga yaxshi kayfiyat.